Ahvol hamshakda suv oqvoni ikkinchi Bor suv pastga taylab ketyapti. pastga Suv yo'q mana buloqda. ikkinchi marta qozishimiz mana 4 kun oldin qozuvdik. Xo'sh, aholilarga ham bormagani bir qishdan buyoq suv borgani yo'q, to'g'rimi? Qayerga bormaydi. Mana boshqalarga bor chiqib turibdi, biz suv oqva xodimlari ishlamaydi. Ularga ham javob berdi. Yorilibdi haqiqatan ham Surxondaryo viloyati. Shunday barak mayda qo'yib ketgan. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Umid Nohallari mahallasida shu ahvol. Mana qarang, yana kelib kovlayapmiz mana ikkinchi martasiga. Syomka qilyapmiz mana qarang endi. Hozir suv oqvoni kattasi Ilhamga telefon qildik, ko'tarmadi telefonni. Jo'natamiz deb jo'natmaydi. Bu nima degan ahvol ey? Qarang. Mana shu hamma shu ahvol shu. Mutasaddi xodimlarga yetib boradi degan umiddamiz.